Bu videoyimiz ustalarga manfaatli bo'ladi degan umidamiz. 12 avtomobilimizda bo'ladigan muammosi. Bularda stop starti bor. Pulti ichiga kirganda mashina zavod bo'laverish kerak. Mana o'zi pulti ichida turibdi, lekin zavod qilgan paytimizda kulishni ko'rmayapti deb chiqarib beryapti. Zavod qilsak ham hech qanday mashina zavod bo'lmaydi. Bunda old eshigi yoki orqa eshiklarida kulishni o'qiydigan sensor datchiklari bo'ladi. Bu faqat barda ichidagi sensor datchikini o'qiyapti. Mana shu simni chizib o'tirib yuborilgan, mana shuni hisobiga mana bu sensor datchiklari ishlamagan. Endi bu simlarni izolyatsion holatga o'tkazamizda, mashinani yig'ib olsak, xudo xolasa, pultlarni salonda ichida ko'rib zavod qilsa bo'laveradi. Mashinamiz tayyor bo'ldi, obshipkalarni yig'ib bo'ldik. Mashinani endi bitta zavod qilib ko'ramiz. Start stop knopkasini bosamiz. Mana mashinamiz tayyor bo'ldi. Inshaalloh bemalol pultlari ham, ikkita pultlari ham ichkarida bo'lsa o'qoradi. O'zini shtatniy pultlariga ham avtozapus programmalarini chiroyli qilib ustanib qo'yib beramiz. Bemalol distansonni pultdan zavod qilsa ham bo'laveradi. Videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib kelaverasizlar. Bizdan kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar. Biz xizmatdamiz.